O'tgan payg'ambarlar hammasizlar, hammalari mehnat qilishgan. Odam alayhissalom dehqonchilik qilganlar. Nuh alayhissalom duradgorchilik qilganlar. Idris alayhissalom tikuvchilik qildilar. Ibrohim alayhissalom, Lut alayhissalom dehqonchilik qilganlar, ziroat ishlari bilan shug'ullanganlar. Davud alayhissalom temirchilik ishi bilan mashg'ul bo'lganlar. Zirh yasaganlar. Musa alayhissalom, Muhammad alayhissalom cho'ponlik qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mehnat bilan o'tdilar. Vafot etganlarida jangda kiyadigan sovutlari bir yahudiynikida garovda edi. Garovga qo'yganlarning sababi ro'zg'orlariga arpa olgan ekanlar o'sha yahudiydan. Pul bo'lmaganligi sababidan garovga sovutlarni qo'ygan ekanlar. Ya'ni bu mehnat bilan o'zlarining